kun bo'yi telefon tinmadi. Avvaliga onasi qo'ng'iroq qildi. Sen ham xotiningga ayt, shu paytgacha chidab kelyapman, xotiningga nimadir deginda, dedi onasi. To'g'ri aytasiz ona, dedi-da erkak telefonni qo'ydi. Keyinchalik esa ayoli telefon. Charchadim hammasidan. Meni hech kim o'ylamaydi, men bilan ishingiz yo'q, dedi. Haqsan xotin, dedi. Telefonni qo'ydi. Keyinchalik esa ishxonadan qo'ng'iroq qildi. Bilaman, bu seni ishing emas, lekin seni qo'lingdan keladi, sen shunga yordam ber, deyishdi. Ma'qul, dedi. Va hech kimga gapirishni istamasdi, charchagan holatda edi. Shundan keyin esa uning singlisi qo'ng'iroq qildi. Aka, bo'lar endi, hammaga haqsan deyverish joningizga tegmadimi, dedi. Shu bilan ishingiz bitadimi, dedi. Lekin hech kimning ishi bitmaydi bu bilan, dedi. Singlisiga qarab, sen ham haqsan singlim, dedi-da to'shakni qo'ydi. Charchagan holatda uyga qaytardi va zinadan ko'tarilayotib, boshi aylanib yerga yiqildi. Gursillagan ovoz eshitildi. Yuqoridan xotinining ovozi chiqdi. Nima gursilladi? deb baqirdi. Nafasi ichiga tiqilgan holatda jim va zo'rg'agina gapirardi. Paltoyim yiqildi, dedi. Ayol sekin keldi-da, eriga norozi ohangda gapira boshladi. Paltoning ham shunaqa ovozi chiqarkanmi, dedi. Erkak nigohi bilan shkafga qarab turardi va qiynalgan holatda xotiniga dedi. Ovozlari zo'rg'a chiqib. Paltoni ichida men ham bor edim xotin, dedi. Bugungi erkaklar ko'pincha haqli yoki nohaq ekanligini unutib qo'yadi-da, hammani rozi qilishni istaydi. Janjal qilmaydi, baqirmaydi, og'riqni ichiga yutadi. Chunki u erkak kuchli bo'lishni xohlaydi. Iqtisodiy qiyinchiliklar, o'rtaga tushishlar, vositachi bo'lish, ularni hammasi erkakning kundalik hayoti bo'lib qolgan. Bitta narsani erkak unutadi. Faqat o'zini unutib qo'yadi. Faqat o'zini. Shunday ekan, hammani borida qadrlaydi.